bilan qanaqa yashagansiz? Bir urush janjalli vaziyatlar ham bo'lganmi? Men kalta yeganman. Turq tarovatingga Nima? Men kalta yeganman. Qanaqa qilib kalta yegansiz? Qo'llarim ko'kartib tashirdi. Kun deganki bu? Ya challa go'shingga bu mening har. Tirnoq yotar, bo'ylarim, yuzlarim tirnoq yotar. Nimaga? Yo. Siz surishtirmasdan olganmiz-da. Yo'qmasa qo'tolmayman onang ko'tigasizga. Ya, iltimos, bizdan ustimizdan kulishga Yo'q, kelmadingizmi? kulmang. Yo, erkak kishi kalta yeydigan qanaqa erkak bo'ladi o'zi? Mana bunday qilib to'xtatib qo'ymadingizmi urayotganda? Endi boshida yangi kelin deb indamaganmiz. Voy, biling. Menda o'sha onam aytdilar, yangi kelin deb indamay turaversam, sal qattiqroq turmaysanmiz, opa to'xtang, sal o'zi kelib qolar dedim, indamadim. O'tag'imni yetsa. Onam urushgacha borgandan keyin javob. Onangiz ham ustimi kelin? Bu oilaga kelganini bilarmidi? Bilardi, endi DTP kasali bor-da. Uylanayotganda bilmadingizmi? Doktordan o'tmadingizmi? Surishganda DTP kasali bor dedi degani biz tushunmaganmiz-da, tushunmasdan olaverganmiz. Ha, o'taq deyapsiz. To'y ham, nikoh ham, zakis ham bo'lgan. Endi hozir ajrasholmayapman. Buyoqqa chiqqan onangni sikay. Kelin bola kelmadi, biz hech narsa qila olmaymiz dedi-da. Hozir ajrashganmisiz? Yo'q ekan-da, buni ish ko'rolmaymiz. Qanaqa qilib ko'ramiz ishni? Hayronman. 90 ming so'm pul bilan pasport kerak dedilar, saksxonada, lekin onam pasportini bermadilar-da. Onangiz kelinni pasportini olib qoldimi? Yo'q, meni pasportim Nega? onamda. Onangiz kelin bilan yashashingizni xohlamaydi. To'g'rimi? Shunaqa, ha. Ha, xohlamasa nima sababdan sizni pasportingizni ajratish uchun bermaydi? Anaqa ishonch yo'qotgansan dedilar. Onangiz tomonidan. Nima ishonchlarni yo'qotdingiz? Pasportimni olganman-da, hozir kserokopiya qilaman deb xotinimga olib borib berganman. 3 marta kserokopiya qildi, keyin o'zi bilan olib ketdi. Onam aytdi, so'ramaysan sababi nima kserokopiya qildi deb. Ha, kelin xotiningizga berib yuborgansiz. Pasport kserokopiyasini Shu berib yuborgansiz. Nimaga berasiz? Ne berasiz? Kallam ishlamagan-da, boshim ishlamagan. Yo, o'zi ishlaydimi boshingiz? Ishlaydi endi. Ursa indamasangiz. Yo'q. Pasport ber desa bersangiz. Bolam bunda jiddiy qarang-da hayotga.